Bugungi darsimiz kosmosga sayohat. Darsimizda oldin men sizlardan kechirim so'ramoqchiman. Kayfiyatlaringni tushirib qo'yishga majbur bo'laman. 12 tadan tarqating. Hamma 12 tadan olsin qog'ozni. O'yinimiz shundan iboratki, har birimiz o'sha vazifani bajarishga majburmiz. Ya'ni o'zimizni tafakkurimizni ochishimiz kerak. Demak, tasavvur qiling. Yer yuziga juda ham katta Marsdan asteroid uchib kelyapti. Va yer yuzi bizga xabar berishdiki, 1 soatdan keyin yo'q. Bizga buyruq keldi, 1 soatning ichida har birimizga biz mana shu sinfdagilar biz tanlanganlarmiz. Tasavvur qiling, faqat biz tanlanganlarmiz. Va bu tanlanganlarimizga bizga buyruq kelyaptiki, 1 soatning ichida har birimizga bittadan kemacha beriladi. Ya'ni kapsula beriladi va bu kapsulaga 8 ta eng yaxshi ko'rgan narsangiz, 4 ta eng yaqin voz kecha olmaydigan insoningizni olib chiqib ketishimiz kerak. Kapsulamiz shu narsalarni sig'dira oladi xolos. Boshqa odam ola olmaymiz. Biz kapsulani haydovchisimiz, o'zimizdan tashqari 4 ta eng yaqin insonimizni 8 ta eng yaxshi voz kecha olmaydigan narsamizni yozamiz. Yozing. Bizdan oldingilar nima bo'ldi? Yashab vafot etdi. Bizdan keyingilar nima bo'ladi? Yashab vafot etadi. Biz qanday vazifada kelyapmiz bu dunyoga? Biz shu kungacha ota-onamizga nima qilib berdik? 1. Ota-onamiz biz uchun nima qildi? 2. Va biz bu dunyoda ota-onamizni qachon rozi qildik? 3. Qildikmi? Qildim deb so'radingizmi? Rozimisiz deb so'radingizmi? Qachon siz ota-onangizga yaxshi ko'raman deb aytdingiz? Har kuni. Men majbur qilmasam aytmaysiz. Yo'inki aytadigan bo'lsak, shu maktabda kelmaginizgacha, yo'inki sizga kundalik vazifa berilmagunigacha siz ota-onangizni yaxshi ko'raman deb aytmagansiz. Hammangiz emas. Kosmosga ketayotgan sayohatimizdan davom ettiramiz. Kosmosimizga uchib ketyapmiz. 4 tadan eng yaqin ko'rgan insonimizni, do'stimizdir, ammamizdir, ota-onamizdir, ukamizdir, singlimizdir, 4 ta insonimizni va 8 ta eng yaxshi ko'rgan narsamizni yozdik va biz kapsulamizga ortdik. Tasavvur qiling, biz yerdan ko'tarilganimizdan keyin yerga mundoq qaraganimizda kosmosdan turib, ya'ni 30 kilometr tepadamizda, yerga mundoq qaraganimizda yer portlab ketdi, yo'q. Biz tashlab ketgan odamlar ham yo'q. Biz tashlab ketgan odamlar ham yo'q. Va bizni kapsulamizda eng yaxshi ko'rgan yonimizdagi insonlarni olib qo'yganmiz. Tasavvur qilyapsizmi? Ana endi kosmosga chiqib ketayotgan kapsulamiz qaysidir kosmosga borganda bitta katta kорабльga, kemaga, kosmik kemaga birlashish kerak. Chunki yetib borish uchun 40 kilometr masofaga chiqqanda kemamiz, ya'ni kapsulamizda og'irlik yuzaga kela boshladi. Qizil chiroq yona boshladi-da. Shuni aytayapti, 4 ta narsalarni tashlab yuboringlar, deyapti. Narsalaring. Bo'lmasam ucha olmaymiz, og'irlik qilyapti kosmosimiz, deyapti. Va shuning uchun biz 4 ta narsamizni kapsuladan tashlaymiz. Narsamizni, odamimizni emas. Biz narsamizni tashladik. Eng yaxshi ko'rgan narsamizdan 4 tasini tashladik. Behruz nima yozadingiz? Bittasini ayting. Kolonka. Jahongir nima tashladingiz? Soatingizni tashladingiz. Tasbihimni tashladim. Komiljon nima tashladingiz? Velosipedimni tashladim. Shu 4 ta narsani, 4 ta narsangizni ogizginingizgacha uyingizdagilarga qancha xarxasha qilgansiz? 2 kun xarxasha qilgansiz, to'g'rimi? 3 kun, 1 oy, 1 yil. Balki ota-onangizni puli yo'qligi uchun o'sha 2 hafta yoki 2 kun xarxasha qilgandirsiz. Hech o'yladingizmi? Puli bormi? Puling bormi? Yo'qmi? Ertaga tirikchiligimizga yetadimi? Yo'qmi? Osonmikan tashlab yuborish? Nega xarxasha qilganmiz? Tashlash oson ekan-ku, nega xarxasha qilganmiz?
O'ylayapsizmi? Biz bu narsa oddiy matoh ekan. Bunday qilib otib olsa bo'ladigan narsa ekan. O'sha paytda ota-onamizni dilini og'ritgan bo'lishimiz mumkindir. Balki akamda bor, menda yo'q, opamda bor, menda yo'q degan paytimizda opamiz balki ich tirnalgandir. Men o'zimnikini bersam shuni yopilarmikin deb tirnalgandir. Balki ukamizga bermayotgan narsamiz orqali biz mana bu oddiygina bunday qilib otib yuboradigan matohimiz uchun janjal qilgandirmiz. Va biz o'sha insonlarni dilini og'ritganimizni hech o'ylab ko'rdingizmi? Hech o'yladingizmi? İnsonni dunyoga kelishidan maqsad biz oddiygina otamiz sababchi, onamiz sababchi bo'ldi bu dunyoga kelishimizga. Va bu dunyoda yashar ekanmiz, hayotimiz davomida ota-onamizni rozi qilish uchun yashaymiz. Bizga boshqa hech kim kerak yo'q ota-onadan tashqari. Ota-ona biz uchun yo'lchi yulduz. Siz tanlanganlardansiz. Va bu tanlanganlaringizning ichida hayotingiz davomida voz kechish kerak bo'lgan narsalar bor. Arzimas ekan bu hayotimizda onamizga, otamizga yoki yaqinlarimizga, do'stlarimizga achchiq qilish, jahl qilish arzirmikan? Tashavordik, oddiygina bunday qilib tashavordik, otib yubordik. Endi kosmosimizga qaytamiz. Ya'ni biz kapsulamizga qaytamiz. Kapsulamizda ketayotganimizda bizga yana bitta buyruq keldi va bu buyrug'imiz nimadan iborat bo'ldi? Ana endi ikkita insonimizdan va ikkita narsamizdan tashlaymiz. Ikkita oshiqcha deb bilgan insonimizni va ikkita yaxshi ko'rgan narsamizni tashlaymiz. Tanlaymiz, bu tanlov. Biz tug'ilganimizdan nechiga kirdik? 13 ga. Aytaylik 13 yil, 14 yil, uzoq ona 15 yil. 15 yil davomida o'rtacha qilib olaylik. 15 yil davomida ota-onamiz biz uchun jonini berdi. Tasavvur qilyapsizmi? Ota-onamiz biz uchun jonini berdi. Ayniqsa onalarimiz kechasi uxlamadi. Onamiz kechasi uxlamadi. Biz dard chekdik. Yig'ladik. Qornimiz ochganini ayta olmadik chaqaloqligimizda. Ha? Qornimiz ochganini ayta olmadik. Biror yerimiz og'riyotganini oyimizga ayta olmadik. Ishtonimizni ho'llab qo'yganimizda ho'l bo'ldi deya olmadik. Lekin onamiz his qildi shu narsani. Onamiz olib berdi shu narsani. Uyingizga har kuni kelayotganda oyimiz eshikdan kirib kelar, dadamiz eshikdan kirib keldi. Hozir emas, yoshligimizda aytayapman. Nima olib kelding dedik. Kaka ber dedik. Qaqa ber dedik. Konfet olib keldingmi dedik. Bir inson farzandini xususiy maktabga beryapti-da, xususiy maktabga kirib kelsaki, hech narsa yo'qmish atrofida, bola ruchkasiz kelgan. Bola ruchkasiz kelgan. Va bu ruchkasiz kelgan paytda bola atrofda konstabar, magazin u bu narsa yo'qda, shoshilib kelyapti-da, bir apteka bor ekan, shuni oldi. Jon opajon, shu ruchkangiz yozilgan ekan, ruchka. Shu ruchkangizni bering, bugun bolam bilimdan qolmasin. Bilimdan qolmasin bugun, shu ruchkangizni berib turing, men nech pul desangiz sotib olaman, bolam bilimdan qolmasin dedi. Va olib kelib farzandiga bersa, farzand ruchkamda qarab, ha, men yozilgan ruchkada yozamanmi? Bor yo'q 2000 ruchka ekan-ku, otib bor. Meni o'rtoqlarim masxara qiladi. Men kimmi bolasiman dedi. Men kimman dedi. Men bunaqa oddiy ruchka ishlatmayman. 5 minglik, 10 minglik, 20 minglik ruchka ishlataman dedi. Onamizni xafa qilib qo'ymadikmi shu paytda? Qildikmi? Qilamizmi? Endi o'zingizga qaytamiz. Siz ham vaqtida shu ishni qilganmisiz? Ha? Bolam yo'q demang, qilgansiz. Aytayinmi? Siz yoqtirmagan ovqatni oyingiz pishirib qo'ydi. Masalan, mastava. Bolam ke, ovqat ichib ol. Ovqatni oldiga kelib dasturni, ha, mastavami? Nechmi bilasizmi, men bunaqa ovqat yomon ko'raman. Boring, lavash zakaz qiling. Boring, tabaka yegim kelyapti, olib kelib bering. Otangiz, onangiz uyingizga 3 kun non olib kelmasin, nima qilasiz? O'lib qolasizmi, otasiga gap qaytarasizmi? Qana otasiz? Farzandni boqishni bilmaysizmi? Degan gap chiqadi.
bir hafta sizni ovqatsiz qoldirsin, otangizga, onangizga gap qaytarishni boshlaysiz. Qana otasiz? Qana onasizlar? Bitta kiyim kiygizib qo'ya olmasalar, bitta qizman chiroyli qilib yasantirib qo'ya olmasalar, bittaman men. Nega meni tarbiyalay olmayapsiz? Yoki nega menga o'sha narsani olib bera olmayapsiz? Menga mashina kerak. Menga kompyuter kerak. Men PUBG o'ynashim uchun igrovoy stol kerak. Shunchaki olib berayotgani yo'qdir o'sha ona. O'ylang, 15 yil davomida sizni tarbiyalagan. Nima bo'lsa tasavvur qiling, nima bo'lsa olib kelgan, og'zingizdan chiqqanini muhayyo qilgan. Chiqdi muhayyo qilgan. Tasavvur qiling, siz 15 yil davomida bir ko'ppakni itni tarbiyaladingiz. O'tir desa o'tir, tur desa tur, yur desa yur deydigan ko'ppakni itni tarbiya qildingiz. 15 yil bo'lganda juda ham katta it bo'ldi, shunday siz yugurib keladigan it bo'ldi. Lekin 15 yildan keyin siz ko'chadan kelsangiz dedi. Tishlamoqchi bo'ldi, sizga tashlamoqchi bo'ldi. Nima qilasiz? 15 yil boqqan itingiz sizga sapchiyapti. Nima qilasiz? O'ldirib yuborasiz, to'g'rimi? Siz 15 yildan beri oyingizga shunday ish qilib kelasizda. 15 yildan beri oyimizga itlik qilmayapmizmi? 15 yildan beri ota-onamizga sapchimayapmizmi? Irrillamayapmizmi? Qilyapmizmi? Qilyapmiz. Melish bo'lsa ham, eng kichigi bo'lsa ham ota-onamizga qilyapmiz bu ishni. Eng kichigini bo'lsa ham. Bittagina itni 15 yil boqib, bitta deganiga, sizga vajohat bilan tashaganingizga itni o'ldirib yuborasiz. Nega ota-onangiz sizdan voz kechmayapti? 15 yildan beri sizni irrilaganingizni eshitib kelyapti. 15 yildan beri sizni janjalingiz, to'polonligingiz, qaysarligingiz, bezoriligingiz, ikkishligingizdan qabul qilib babitga sig'dirib kelyapti-da, sizdan nimaga bunday qilib ko'chaga uloqtirib yubormayapti? Nega o'ldirib yubormayapti? Otib o'ldirib yubormayapti. Chunki ular ona, chunki ular ota. Chunki ular ona, chunki ular ota. Yig'layotgan bolaga ona uchun yig'layotgan bolani begonasi bo'lmaydi. Ona uchun, aynan ona uchun yig'layotgan bolani begonasi bo'lmaydi. Hech ko'chada ko'rganmisiz, birorta ayol kishi bola yig'layotgan bo'lsa, beti bezrayotgan, "Voy, necha plachish" deydi o'rislar ham. Nimaga yig'layapsan deb o'tib ketadi. Ona ular, chunki mana bu yeridan paydo bo'lgansizda, jigarini bir parchasisiz. Siz 4 tamisiz, 3 tamisiz, 2 tamisiz, bitta farzandmisiz, jigaridan paydo bo'lgansiz, bino bo'lgansiz. Jigarisiz siz ularni. Sizdan kecha olmaydi, kechmaydi. Kechmaydi. Siz voz kecha olasiz. Voz kechdingiz? Osongina voz kechdingiz. Eng yaxshi ko'rgan naushnikingizdan voz kechdingiz. Oson ekan-ku, nega onamizga, otamizga qarshilik qilganmiz? Nega 2 kunlab vahima qilib olib berasan deb turib olganmiz? Nega o'sha velosipedimizni olishimiz uchun onamizni dilini ranjitganmiz? Nega? Nega degan savol tug'iladi-da, nimaga? Ota, ona degan narsa bu hayotda topilmaydigan narsa. Ukangizdan voz kechivardingiz. Opangizdan voz kechdingiz, tog'angizdan voz kechdingiz, ustozingizni yozgan. Masalan, meni yozgandirsiz. Mayli, men kechiraman, bir martaga men kimman? Bir martaga kechiraman. Mayli, men hech kimman siz ota-onangizning oldida. Lekin ota-onangiz kechirarmikin siz voz kechvarsangiz? Sizni kechiradimi ota-onangizdan kechirvarsangiz? Nega siz ota-onangizni qariyalar uyiga borib tashlab yubormaysiz? Boring, keting. Vaqtiki kelganda shunaqa insonlar borki, o'zini ma'naviyatini, o'zini kuchini to'g'rilash uchun ota-onalarini qariyalar uyiga borib tashlab qo'ygan. Mayli, ular haqida gaplashmaylik. Biz o'zimiz haqida, biz kosmosga uchayotganlar, biz tanlanganlar bizmiz. Mana shu sinfdagilarimiz, 20-22 ta o'quvchimiz. Tanlanganmiz, boshqa hech kim yo'q. Biz bemalol tashlab yuboryapmiz kapsuladan. Kechamiz. Hozir garantiya beraman. Majbur qilsam bittan tasha desam tashlaysiz. Tashlaysiz. Lekin 100% javob beraman, bugun oyingizga borib keching Samirdan desam kechmaydi. Keching Sanjardan, menga o'g'il qilib bering, meni o'g'lim yo'q desam kechmaydi. Zarar ketdimi? 13 yil tarbiyaladim deydi. Meni avlodim tomirida meni qonim oqyapti deydi.
Men sizni o'g'irlab olib ketgan taqdirimda ham siz menga bola farzand bo'la olmaysiz.